tez qilsanglar siltaydi. Yuk bo'lsa ham, bo'lmasa ham sekin harakatlantirish kerak bo'ladi. Bu bir xil ishlasanglar bir xil ketadi. Tez yana ko'proq paro tezroq qilmoqchi bo'lsangiz, tezroq qilasizlar, lekin bir xil ishlaysizlar. Hech qachon riski o'chib yotmanglar-da. Ha, sekin, ana tezlashib ketdi-ku, qani to'xtataman desangiz, sekin qo'yib berasizlar. Sekin qo'yib berasizlar. Sekin qo'yib berasizlar, sekin o'zi to'xtayveradi. Tezroq kerak bo'lsa, tezroq, sekin kerak bo'lsa, sekin qo'yib berasizlar. Bizning yukimiz ana ikkita turba ana. Ikkita qara turba. Ana ikkita qara turbani olamiz. Bular 2,5 tonnadan og'ir. O'sha uchun kattaga tushiramiz ana. Kattaga o'ng joystikka, pastga, kompyuterga italasizlar, kattaga tushib keladi ana. Bu turbalar 3,5 tonna, 4 tonna atrofiga bo'ladi. O'zi aslida hamma yukni ham qog'ozga yozilgan bo'lishi kerak. Nakladnoy bo'ladi. O'sha nakladnoyga qarab ish sharoitini, ustanovkani qilish kerak bo'ladi. O'shanga qarab yukni olish kerak bo'ladi. Mana hozir ikkitalaymiz, galavoy tushiramiz-da, stirlarni tashlaymiz. O'ng joystikni shisha tarafga, stirlar tarafga, o'ng tarafga qarab nima qilamiz? Ana ko'ryapsizlar, galavoy ketibdi ana. Ana 12 gradus bo'ldi. Yukgacha sentrovkani olishimiz kerak bo'ladi-da. Yukgacha sentrovkani olishimiz kerak bo'ladi. Sentrovkani oldikmi, to'xtaymiz. To'xtaganimizdan keyin o'zi aslida necha metrga qancha yuk olishni qayerdan bilamiz biz deysangizlar, ana bu yerga yozib qo'ygan bo'ladi. Hamma kranga yozib qo'ygan bo'ladi shishasiga. Ana ko'rib olsangizlar bo'ladi. 10,5 metr chiqqan, stirlar chiqmagan qo'lga xullas 3 metrdan ana working radius, ish radiusi degani. Radius degani ana bu ana. Yukgacha bo'lgan masofa, misol o'tgan joydan yukgacha bo'lgan masofa 3 metr bo'ladi, 25 tonna ko'taradi degan. Agar masofa uzoqlashib ketaversa, kamayib ketaveradi ana. 22,5 tonna, 20 tonna, 18, 16, 15, 14, 13, 8 tonnaga 8 metrgacha 11,5, 12 tonnagacha ko'taradi degan. Stirlar chiqmagan qo'lga. Agar stirlar chiqsa, o'sha yana kamayib ketaveradi-da. Ana shunga qarab ishlashlaringiz mumkin. Ana shunga qarab ishlasalaringiz xavfsiz ishlaysizlar. Agar bundan o'tib ketadigan bo'lsa, o'sha kranchi riskga ishlagan bo'ladi. Kranni ko'tarib yuboradi, kranni chappa qilishi mumkin bo'ladi. Keyin o'sha apasni bo'ladi-da. Xudo ko'rsatmasin, kranchi o'lib qolishi mumkin. Ana masalan hozir eshik yopiq turibdi. To eshikni ochib tushaman degancha, xudo ko'rsatmasin, chiqolmaydi. Shu bilan chappa bo'lib ketadi kran. Yo'q, mobodo eshik ochiq bo'lgani bilan eshikdan sakrasa ham o'lishi mumkin, aytib bermaydi. Har xil vaziyat bo'ladi. Endi ko'p narsani ko'rganim uchun aytaman. Masalan, videoga ko'rasizlar, YouTube'larga qancha kranlar chappa bo'ladi. Iloji boricha risk qilmaslik kerak. Bu yerda o'z ограничение bo'ladi. Agar ana shu limitdan o'tadigan bo'lsa, bu risk bo'ladi. Riskni kompyuter o'zi avtomatik o'chadi. Avtomatik tarzda o'chadi. Tamam, ishlamaydi. Joystiklarni nima qilsangiz ham ishlamaydi. Agar iloji bo'lmaydigan bo'lsa, shu darajaga iloji bo'lmasa, o'sha yukni olmaslikni. Buni ограниченияsi bo'ladi, knopkasi bo'ladi. Knopkasi qanaqa bo'ladi? Knopkasini X bo'ladi. Ограниченияni o'chirib tashlaydi, ana chiyillaydi kompyuter. Bu endi kran chappa bo'lgancha ham ishlayverasan degani. Bu o'zi kranchini bo'yniga qo'yadi. O'sha uchun o'ziga ishongan kranchilar bo'lsa, kranni chappa qilmayman degan professional kranchilar buni o'chirib ishlashi mumkin. Lekin yangi kranchilarga endi boshlayotgan toza 1 oylik yoki bo'lmasa 1 oylik, 3 oylik, 4 oylik, 6 oylik, 7 oylik kranchilarga, yangi toza boshlagan kranchilarga o'chirmasdan ishlashni maslahat beraman. O'zim ham shunday qilib boshlaganman. Ana sekin-sekin 4 yil, 5 yildan beri endi sekin-sekin o'zim ham ozgina baribir joyga keladi, risk qilish kerak bo'ladi. O'sha uchun aytib o'taman. Yana nimalari bor? Bu yerga knopkalari ko'p. Quyon tezligi bor, tashboqa tezligi bor, migalkaniki bor. Bu yerga hozir kompyuterni, mashinani o'chiradigan joy. Mana bu aylaniqcha nima?
joystick ishlamaydi umuman ana. Joystick nima qilsangiz ham ishlamaydi, xalostoy bo'ladi. Hamma ekranga ham bo'ladi bu narsa, knopka, joystickni ishlamaydi. Masalan, yukni ko'tarib qo'yasizlar, nozik yuk bo'ladi. Birdaniga qo'ylar sevib ketadimi? Power bo'ladi, yo mayna bo'ladi, birontasini qisib qo'yadi, birontasi keyin biron joyi sinadi, bir nima bo'ladi. O'sha uchun ana bu bosilsa, ana bu bosib qo'yilsa, joystick ikkalasi ham ishlamaydi, ana ikkalasi ham. Mana hech nima bo'lmaydi, ishlamaydi. Keyin yana nimalar bu? Uncha muhim emas bu yog'i. Bu yog'iga nimalar bu? Bu yog'iga bu 3 talik seksiyon chiqardik hozir, 3 talik stirlar, bittalik stirlarni chiqarish uchun ana stirlarni o'zi rasm bo'ladi 4-5 degan. Ana shuni bitta bosib, keyin обычный как ana buni knopkani bosib, keyin yitalasa 3 talik seksiya qanday chiqdi, xuddi shunday, faqat ana knopka bosiladi-yu, keyin ana bu bittalik stirlar chiqadi, chiqarish mumkin. Keyin yana qaytib kiritishga ham xuddi shunday, shu bilan chiqarib kiritiladi-yu, keyin qaytib bu knopka yana bosib qo'yilishi shart. Keyin bera faralar bor, kechasi ishlagan payt ana projektorlari bor. Ana bular o'ynargichlari, dvorniklar. Bu oldindagi dvornik ana buni bosamiz, oldindagi dvornik ana bu o'rtadagi esa tepadagi dvornik bo'ladi. Buni suv sepayoni. Tamam, boshqa narsasi yo'q. O'rganaman degan kishiga hammasi oson o'rgangandan keyin. Orqasiga keyin konditsioner bo'ladi. Konditsioner ham uncha shart emas, uni keyinchalik ham o'rgansalar bo'ladi. Aslan o kran o'rganishlaringiz kerak bo'ladi. Ana shu keyingi darsimizda mendan nimadir o'rgangan bo'lsangizlar, men xursandman. Hech kim o'zini kasbini, o'zini boyligini, o'zini pulini, o'zini mashinasini, o'zini uyini, mol dunyoni hech qachon hech kim o'zi bilan olib keta olmaydi. O'sha uchun bir-birimizga tushunmagan, bilmagan narsalarimizni o'rgatganimiz yaxshi deb o'ylayman. Chunki men ham qiynalib shu paytgacha shu darajaga, shu sohaga ishlashimgacha ko'p qiyinchiliklarga uchraganman, ko'p ish qilganman. Svachlik ham qilganman, santexnika ham qilganman, ofitsiantlik ham qilganman, stroyga ham ishlaganman, boshqa joyga ham ishlaganman. Hamma ishni qilib ko'rganman, powerlik ham qilganman. Lekin ana shu ish menga yoqqani uchun men yoshligimdan qiziqaydim. Ana shu ishni oxirigacha olib ketaman deb ana shu ishni o'rganganman. Ustoz topganman. Ustoz topganimcha o'zim YouTube'dan ko'rganman. YouTube'dan videolardan ko'rib, tushuncha ozgina o'zimga olib, keyin biron bitta ustoz topib, ustozning oldiga o'tirib 2 oy, 3 oy o'rganganman. Keyin ishga chiqib ketganman. Shogird turgan payt nima deydi? Men pul olmaganman. O'rgansam bo'l deganman. Kasbga qiziqqan odam, hunarga qiziqqan odam, ishlayman degan odam 1-2 oy, 3 oy pulga qaramaydi. Sizlarga maslahatim, birinchi kasbni yaxshi o'rganinglar, o'zlaringizni kasblaringizni mutaxassis bo'lganlaringizdan keyin bo'lgandan keyin sizlarga qancha takliflarni o'zi keladi. Menga ishlang, menga ishlang, menga ishlab bering degan taklif o'zi keladi. O'sha paytga sizlarni baholaringiz oshadi. Qachonki o'zlaringizni ishlaringizni ustasi bo'lsangizlar, qadr qimmatlaringiz ham shuncha baland bo'ladi. Qaysi ishxonaga borsam ham staj bormi deydi, ishlab ko'rsatasan deydi, ishlaysan deydi, men ko'ray deydi ishxona. Xullas, ana shunaqa gaplar. Bugungi darsim mana shu edi. Kuzatib borsangizlar, nasib bo'lsa bundan keyin ham ancha yana video qo'yaman. Sir sinoatlari bor yana. Smaska qanday qilinadi, qanaqa joylar qilinadi, nima qilish kerak, qayerda nima bo'ladi, hamma joyini o'rgataman. Ko'rsatib video qilib. Shuncha jon kuydiryapman. Prosta menga o'zi pul uchun emas, pul bermaydi menga bu video qo'yganimga. Men shuncha vaqtimni o'ttirib nima qilganimga. O'zi ishchilar ham qarab o'tiribdi, ana tayyor turibdi. Ana qarab o'tiribdi. Men video qilyapman. Men kutib turibdi shu. Menga hech kim pul ham bermaydi. O'sha uchun bittagina podpiskani bosib qo'yinglar, bitta like-ni shuna bosib qo'yinglar, sizlar hech nima ketmaydi. Men prosta sizlarga qo'limdan kelgancha yordam beray deyman. To'g'ri, kimdir pulga o'rgatish kerak, bunday qilish kerak deydi. Menga unaqa narsa kerak, menga pulni qizig'i yo'q to'g'risi. Menga pulni qizig'i yo'q. Men ana topadigan $1000 mana bunga yetadi. O'zbekistonga turib $1000 ana shuni ishlasa bo'ladi. Jalka qilmasangiz bitta podpiska bilan bitta like-ni bosinglar. Nasib bo'lsa sizlarga yana foydali videolarni qo'yib boraman. Hammaga rahmat.